Cobalt mashinamiz kelgan. Bu Cobalt mashinasiga bagaj ochadigan bilan suv gradusini tablolariga chiqarib berganmiz. Suvni gradusi chiqdi tabloga. Bagaj ochadigan knopka qo'yib berdik. Kelgan usta akalarimizni hamkorligiga chorlab qolamiz. Bizda tablo uchun, BSM uchun programma o'zimiz tayyorlaymiz. Kimlardir qiynalyapti suvda chek chiqarish uchun yoki BSMga cruise control multimedialarni yoqish uchun qiynalyapti. Tabloga suvni gradusini chiqarib beramiz. Tablo ashibkalarini o'chirib beramiz. Moy foizlarini, soatlarini chiqarib beramiz. Cruise controllarni yoqib beramiz tablo uchun. Kimga shunaqa fayllar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Qo'ldan kelgancha yordam qilamiz. Kompyuterda ishlayotgan programmalarimiz DPS orqali tablo uchun programma tanlab sotib olganmiz. Mana bu yerda funksiyalar yoqish uchun funksiyalari mana shu narsalar bor. Bemalol shu narsalarni yoqib o'chirib beramiz. Endi bu tablo uchun. BSM uchun yana bitta programmamiz bor. BSM uchun mana shu narsalarni yoqib o'chirib beramiz. Pultdan yuradigan qilib, cruise control, multimedia, DHO, panika, steklochystitel, sekundamedga qilib ishlaydigan qilib beramiz. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Chiroyli qilib bitirib beramiz.